Assalomu alaykum. Ahvot Uzib YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan Islomjon. Bugun sizlar bilan Gammo Shadow'ning haqida gaplashamiz. Videoni ko'rishdan oldin albatta bizga podpisatsiya va like deb matrixdan chiqarib qo'yingiz. Bugun bundan boshlab sizlarga pnevmatika vazushkalar to'g'risida va o'q-o'roqlar to'g'risida to'liqroq ma'lumotlarni xuddi shu tarzda berib o'tamiz. Videoni kuzatishda davom eting. Ispaniyada ishlab chiqarilgan Gammo brendi ostida ishlab chiqarilgan Gammo Shadow Wing modeli ancha yillardan beri O'zbekistonda juda ham keng tarqalgan va aniqligi, yengilligi jihatdan o'quvchilarimizga, pnevmatik ishqibozlarga ancha o'zini o'rniga ega bo'lgan pnevmatika. Bu vazushkadan juda ko'pchilik foydalanadi. Juda ko'pchilikga yoqadi bu pnevmatika. Endi bu pnevmatikani sizlar bilan o'zimizda o'quvchilarimiz ishlatganda nima muammolar kelib chiqadi va nima qulayliklar bor shu haqida gaplashamiz. Ushbu pnevmatikamiz og'irligi 2 kg 400 gramm. Plasmas qo'ndoqlari bor, korpus qismi plasmasdan ishlangan, stolning korobkasi ham plasmasdan ishlangan. Uzunligi 1.9 sm. O'q tezligini 305 metr/sekundgacha oshirishi mumkin. 4.5 kalibr, 5.5 kalibrlari O'zbekistonda juda ham ko'p tarqalgan. Shu pnevmatikamiz porshon prujina bilan mexanizmlar asosida o'qiladi va otadi. Porshonning o'rniga gazli prujinadan qo'yish imkoniyati bor. Bu pnevmatikani yana 30-40% ga kuchaytirib, aniqligini shunga yarasha oshirib bera oladi. Va nisbatan adacha deydi, u vazushkaning silkinishini nisbatan ancha kamaytirib qisqartiradi. Endi bu pnevmatikamiz ustunlik taraflari nimada? Ustunlik taraflari pnevmatikamiz ovozi past, yengil, optik pritsel tanlamasligi va o'qlarni aniqligi darajasidan, o'qlarni aniq mo'ljalga tekkizish darajasidan ancha boshqa pnevmatikalarga nisbatan farqlanadi. Birma-bir sizlarga buni tushuntirib o'taman. Birinchi jihatdan pnevmatikaning og'irligi. Pnevmatikaning og'irlik markazi o'rtada, qo'lingizga olib otayotganda ham ancha qo'lingizga komfort va qulaylik sezasizlar. Ikkinchi masalasi, otganda nisbatan tepinishi kam. Boshqa pnevmatikalarga nisbatan tepinishi kam. Aniqlik bunga juda katta ta'sir qiladi. Va eng yaxshi taraflardan bittasi optik pritsel, o'sha ko'pchilik bizda binokl. Binokl optik pritsel tanlamasligida. Bu o'sha adachani tepinishini hisobini kamligi hisobiga optikani bitta monoblok bilan qo'yiladi. Mana blok emasini olib qo'ymaslarga. Monoblok bilan qo'yilgan hisobiga pnevmatika ideal darajada nastroykani tushib beradi. Endi buni tanlamasligining sababi, endi buni tanlamaydi deganim sababi, hozirgi kundagi $45 $50 optikalarni bemalol qo'yib ishlatsanglar bo'ladi. Ayrim vazushkalarga o'xshab $100 optikalar qo'yish shart emas. Pnevmatikamizni o'rtacha urish masofasi, endi maslarga osmonni olib gapirmayman. O'zimizni boshimizdan o'tib olib ishlatib ko'rganimiz uchun eng maksimal darajada otib ko'rganimizda ham pnevmatika 70 metrga uradi. 70 metr bu qanaqa joyda? Ochiq joyda, ochiq havoda, dalada otib yurganda 70 metrgacha urishi mumkin. 70 metrdan uzoqqa 50 ga 50. 70% gacha birga bir ursa bo'ladi, imkoniyati bor bu narsa. Faqat yaxshi mergan va yaxshi sifatli o'q. Aytgancha, pnevmatikaning eng asosiy aniqligiga erishish narsasi bu uning o'qida. 50% uchini o'zida otish mahoratda bo'lsa, 50% qolgani o'qiga nisbatan. Bizda o'qlar juda turlari ko'p, ko'pchilik bu o'q tanlashni bilmaydi. Qanday o'q tanlashni men keyingi videomda qo'yib boraman. Endilikda mana hozirgi kunda Gammo vazushkalarida o'qlari tavsiya etiladiganlarim 0.54 grammdan 0.87 grammgacha bo'lgan o'qlarni foydalanishingizni maslahat beraman. Qancha o'qimiz og'ir va sifati zo'r bo'ladigan bo'lsa, shunchalik aniqlik va o'sha otilayotgan parrandamizni yoki hayvonimizni o'ldirishi juda ham oson bo'ladi. Shuning uchun iloji boricha vazushkalarda og'ir o'qni olishni tavsiya qilaman. Lekin mana faqat Gammoda, boshqa pnevmatikalarda ham. Bu pnevmatikalarimizni olib, misol uchun hozirgi kundagi narxi borinki do'konlarda yangisi $300, $250 atrofida bo'lishi mumkin. Rabochiylarining 2 million, 2,5 million atrofida topsanglar bo'ladi. Endi kelib chiqadigan muammolari nimada deysizlar? Kelib chiqadigan muammolari aslında shu stolning korobkasida, stolida ozgina luftlar bo'ladi. O'ngga chapga paydo bo'lib qoladi, tepa pastga luftlar paydo bo'lib qoladi. Zaryad qilib turib, pustoy otishimizning oqibatida vazushkamiz porshon yoki prujinasi zarar yetishi mumkin, prujina sinishi mumkin yoki porshon manjetlari yorilishi mumkin. Shuning uchun sizlarga inobatga olib qo'yilib, pnevmatik vazushkalar hech qachon o'qlanmagan holatda otishni tavsiya bermayman. Shuning uchun iloji boricha har doim o'q zaryad qildinglarmi, uzog'i 15-20 minutdan keyin osib tashlanglar o'qi bilan birga. Zarjonni qolib ketmasin. Zarjonni qolib ketganda ham prujinani o'tirishiga olib keladi. Bu borinki sizni 300 ming, 400 ming rasmga olib keladi. O'sha o'qlardan kimda bo'lsa, misol uchun, agar o'sha jamiyatga a'zo bo'lib ichki ishlardan ro'yxatga o'tkazgan bo'lsa,
Ta'mirlash bo'yicha bizda muammo yo'q. Bemalol kelsalar biz ta'mirlab berishimiz mumkin. Agar sizda u qurol shu Gamashadov bo'lsa, sizda ichki ishlardan ruxsatnomasi bo'lmasa, afsuski biz sizga yordam bera olmaymiz. Iloji boricha pnevmatikasini iloji boricha topshirib oling, hujjat qiling, mana bizdan yo boshqa do'kondan borib hujjatli pnevmatik sotib olishingizni tavsiya beraman. Sizlarga Gamashadov to'g'risida to'g'ri ma'lumotni berdim deb o'ylayman. Hammangizga rahmat. Sog' bo'linglar. Bizdan keyingi videolar kutib qolinglar. Kimda qanaqadir qiziq savollar bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozib qo'yinglar. Bizga albatta podpisatsiya va like tugmasini chiqarib qo'yinglar. Rahmat, sog' bo'linglar.